Ona, men sening videoda qatnashmayman. Yo'q, kerak emas. Sen kimsan o'zim videomda qatnashmaydigan? Men seni otangni qidiryapman. Hoy, qishloqi, senmiding? Yo'q. Men topdim, men to'xta. Xullas, sen meni videomda qatnashasanmi? Yo'q, obunachilar meni so'rashmayapti. Meni iltimos qo'yib yuborishdi. Men 1-2 videoga chiqdim, bo'ldi. Videoga avatarga, bandera avatarga yasab berdim-ku, yetadi-ku shu ahmoq. Qachog'ali. Qishloqi, sen bilan qiziqroq bo'lardi-da. Qishloqqa yasab bergan banner avatarga. Bu unchalik ham yomon emas, yaxshi ham emas. Mayli, shu bilan videoni olamiz, ketdik. Siz Minecraftda bu narsalarni aniq bilmaysiz. O'zini aytaman, rostdan siz bu narsalarni bilmaysiz. Bugungi video juda o'ta jiddiy bo'ladi. Bunda hech qanaqa kulishlar bo'lmaydi. Xullas, bugun biz Minecraftda siz bilmaydigan narsalarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ko'pchilik golemni yaratishda mana bunaqa usuldan qo'llaniladi. Bu to'g'risini aytsam, bobomiz zamonida qolib ketgan. Xullas, buni yangi versiyasida juda ajoyib qilib ishlab chiqarilgan tuxumi chiqdi. Bunda xohlagancha siz golemni qo'lsiz, temirsiz, oshqovoqsiz paydo qilsangiz bo'ladi. Faqat survivalda amalga oshira olmaysiz. Gap shundaki, qo'limdagi boltani qancha balandlikdan ursangiz, u shuncha ko'p jon oladi. Bu sizga plus bo'ladi. Agar siz mana bunaqa shamol zaryati bilan ursangiz, siz survivalda ham golemni mag'lub qila olasiz. Albatta, olmos kiyimlarda ham. Eng qizig'i, siz ajdarni faqat 2-3 marta tiriltirasiz. Uning juda ham ko'p va bir paytda ishlaydigan narsalari bor. Ko'pchilik ajdarni komanda yozib o'ldirmoqchi bo'ladi yoki tiriltirmoqchi bo'ladi, lekin buning hozirda oddiy usuli bor. Kuchingiz cheksiz bo'lib, siz portal qurishni bilmasangiz, men hozir sizga uni o'rgatib o'taman. Xullas, gap shundaki, portalni faqat ichkarisidan qurib yoki tashqarisidan qurib ishlash kerak. Uni mana bunaqa qilib bo'lmaydi. Uning hamma narsasi mana bunaqa ikkita narsalar bir-biriga mana bunaqadan qarab turish kerak. Yo'qsa o'xshamaydi. Oxirgi buni ham mana ichkaridan qo'yamiz va oxirgi ko'zni qo'yganimiz zahoti portalga sakraymiz. Ajdarni o'ldirishning juda ham oson usuli bor. Bu yotoq ishlatish. U end va nezerlarda portlaydi. Masalan, ko'rganingizdek. Xullas, ajdarni shunaqa qilib mag'lub qilish osonroq menimcha. Lekin hadeb uchib ketaveradi. Yana siz bilmaydigan narsa, nezer u end olamida ko'zlar otilishi mumkin emas. Nezerda ham shunaqa. Chunki ular otilmaydi. Portal yo'q deb ko'rsatadi. Kreativda bo'lsangiz, ajdarni yana bir tez o'ldirishning usuli bor. Unda siz juda ham balandga chiqasiz. Ajdar qo'ngani zahoti siz sakraysiz. Sakraganingizdan so'ng qo'lingizda bolg'a bo'lsa, uni ko'pgina joni ketadi. Voy, men ahmoq, ajdarning kristallarini portlatmagan ekanman. Mayli, bu muammo emas. Va oxiri ajdarni ham yo'q qildim. Undan tushadigan daraja yonib ketadi. Shuning uchun yotoq minusga ham ishlashi mumkin Bedrock Minecraftda. Lekin Javada plusga ishlaydi, chunki Javada ko'proq jon ketadi. Xullas, ajdarning tuxumini ustiga bossangiz, u random tarafga teleport bo'ladi. Ajdarning tuxumini olishning bir usuli u fakir bilan olish. Unda shu ajdarning tuxumi olinadi va siz Sizga savol, qachongacha siz ajdarni mana shunaqa qilib tiriltirib yuribsiz? Undan ko'ra, hozir avtomat otilyapti, oxirgi kristal. Ajdar tirildi. Hammasi mana juda chiroyli manzarani siz xullas ajdar tirildi. Endi siz nastroykaga kirib, hozir mana bu touch bo'limiga o'tib, sal pastroqqa tushirsangiz, tushirasiz, mana bu pick block degani bor. Pick block. Shuni yoqtirgan bo'lsa, yoqasiz va sizda mana shunaqa narsa paydo bo'ladi. Bu orqali xohlagan blokingizni, xohlagan narsangizni olsa bo'ladi.
Biz shuni o'zimizning pilusimizga ishlatamiz. Biz buni ajdarning tuxumini olishda foydalanamiz. Agar siz bilsangiz, mana bu yerdan faqat bosslardan Vardiyaning tuxumi bor. Siz bu yerdan hech qanaqa ajdarning tuxumini topa olmaysiz. Shuning uchun siz ajdarni mana bunaqa qilib tuxumini olsangiz bo'ladi. Bu Minecraft bug'imi yoki ishlab chiqarilganmi, bunisini bilmadim-u, lekin shunaqa qilib olsa bo'ladi. Hozir ajdar kelishini kutamiz. Xullas, bu ajdarning qo'linish niyati yo'q ekan. Men 1 soat AFK'da turdim, lekin bu qo'nmadi. Xullas, uni tutasiz. Bu yoqqa. Mana keyin bosishga ulgurib qolishingiz kerak mana bu narsani. Tezlash. To'xta, bu yoqqa. To'xta. Bir kristallni sindirsak o'zi qo'nar balki. Hamma kristallni sindirib chiqamiz. Undan nusxa olish juda qiyin bo'lar ekanda. Xullas, u nihoyat qo'ndi. Va biz undan nusxa oldik. Mana ajdarni tuxumi, endi biz ajdarlarni cheksiz paydo qilsak bo'ladi. Bu Minecraft bug'i menimcha. Bug emas, faqatgina xullas. Endi ketdik boshqa mavzuga. Xullas, bu narsa Wizard bilan ham shunday ishlaydi. Shunchaki Wizardni olamiz, qo'yamiz va paydo qilamiz. Va endi Wizardning ustiga mana buni bitta bossak, mana Wizardning ham tuxumi bor bizda. Yeho, faqat Vardiyaning tuxumi bor. Shuning uchun biz shunga Wizard va ajdarning tuxumini qo'shib qo'ydik. Ko'pchilik NCT'ni topaman deb butun umrini bergan, lekin buning bitta oson usuli bor. Xullas, bitta NCT topasiz va uning to'g'risidan uchsangiz yana bitta NCTga duch kelishingiz mumkin. Bu Minecraftda NCT'lar bir-biriga qarama-qarshi emas-ku, to'g'ri joylashgan bo'ladi. Siz Minecraftda tosh fermada blok sindirishga erinsangiz, mana shunday sozlang. Xullas, mana bunaqa portionni mana bu yoqqa qaratib, hozir mana shunaqa qaratib qo'yamiz. Keyin mana bu yerga bitta redstone va redstone mana bunaqa 100, bunaqa emas, mana bunaqa 100, orqasiga ham shunaqa 100 qo'ysangiz, bu tinmasdan blokni itarib turadi. Buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Redstone'larni mana shunaqa qo'yib, hozir xullas redstone'larni shunaqa qo'yib, mana bu yoqdan aylantirib olib boramiz. Keyin mana bu yerlarga portion qo'yib chiqamiz. Mana bunaqadan hozir. Qo'yib bo'lgach, bularning hammasiga redstone ulab chiqamiz. Mana bu xato qo'yildi. Hammasiga redstone ulaymiz hozir. Endi eng qizig'iga to'xtaling. Mana bunaqa blokni qo'ysak, buning ustida yurib ketsak ham bo'ladi mana. O'zi tashyapti. Keyingi reys bu tashishdan kuchi to'xtagandan keyin bu yoqqa o'tadi. Bu yoq ham buzib yubordim. Xullas, ustiga sakrasangiz bu sizni olib ketadi. Xullas, bu mana shu yerlarni hozir to'ldiradi. Bu mexanizm tayyor. Bu crafter. Uning yordamida xohlagan narsangizni yasash emas, otib beradi u. Redstone bersangiz, masalan, mana hozir men cheksiz redstone beraman unga. Mana bunaqa qo'yamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Va mana bunaqa qilganimiz zahoti u narsalarni shunchaki otadi. Agar bu yerga biz sandiq qo'ysak, u hamma narsani sandiqqa soladi. Hozir sandiq olaymi sandiqni? Hozir sandiq olamiz va qo'yamiz. Va endi sandiqqa hammasini soladi u. Menimcha qolmagan samon, qolmabdi. Ana shunday sozlash mumkinki, hattoki sandiqqa samonni solsangiz, u mana bu yerdan crafterga tushadi. Siz bu yerdan redstone berib yuborsangiz, bular faqat bittaga tushishi kerak. Bular nimaga to'lib ketyapti? Mayli, boshqacha sozlaymiz. Masalan, ularga samon beramiz mana. Haqiqiy samon. Mana bu yerdan olamiz samonni, keyin esa buni ichidagilarni taxlash kerak. Olib tashlaymiz. Xullas, endi siz samon blok yasamoqchi bo'lsangiz, mana buni bunday qo'yamiz va mana bunaqa qilsak, bizda samon blok hozir tushadi. Nima bo'lyapti? Bir ko'raylikchi. Mana buni ichini tozalash kerak ekan. Hozir samon blok
tushadi. Non ham tushadi. Non bo'ldi. Non yasaydi bu. Ko'pchilik yangi versiyada bu blok haqida gapiryapti. Bu narsada siz olmosni cheat qilib olsangiz bo'ladi. Bunga nima qilardi? Qistirib bo'lardi hozir. Mana. Hozir siz bunga mana bunaqa qilib olmos qistirasiz va uni sindirganingizda olmoslar stak bo'lib tushadi. Bu survivalda ham ishlaydi. Survivalda ham ishlatsa bo'ladi. Shunchaki mana bu narsalarni buni cheat qilib ishlatsa bo'lmas ekan. Xatolik. Buni stak olmos bo'lsa bo'lar ekan. Stak narsa men xatolashman. Uzrasizlar. Minecraft Bedrockda shunday narsa borki, unda siz shunchaki mana bu strelkani bosib tursangiz, o'zi sizlar uchun bloklar qo'yilib ketaveradi, cheksiz ravishda. Buni siz foydangizga ishlatasiz Bedwarsda. Mana bunaqa qilib ishlatsangiz bo'ladi. Shunchaki bosib turib, bunaqasiga o'xshamadi. Xolos, agar siz bunaqasiga qilmoqchi bo'lmasangiz, mana bunaqa qilasiz. Uchiga qaratasiz, go'shtni bosib, shunchaki mana buni bossangiz, o'zi bosilib turadi. Xolos. Shunaqa narsa Bedrockda cheksiz qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa qilib ham o'tib ketsangiz bo'ladi. Minecraftda faqat 2 ta portal bor. Siz bu portalga ishonmang. Bu narsa yolg'on. Xolos, boshqalar mod o'tiradi. Mana, bu narsa hech qachon ishlamaydi. Isboti bilan ko'rsatib beraman. NCTdagi portal ham u ishlamaydi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan oxirgi xabarim edi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Men ham mashhur bloger bo'lmoqchiman. Keyingi maqsadimiz 300 ta, 500 ta.